Akalar mana kecha video qo'ygandik. Shundan ko'rib mana birinchi klientimiz ham kelib mana o'rnatib ketishyapti. Xudo xolasa cho'tki qilib mana yig'ib berdik. Tomlarni ham samarasizlab mashina qilib. Havola sovib ketdi. Kimga kerak telefon qilaverasizlar. Sovqatganlar uchun juda ma'qul keladigan narsa hozirgi kunda. Mana ustamiz. Kesalarini o'rnatib ham beraveramiz. O'rnatish xizmati pulli. Uzoqroq joyda bo'lsalaring dastlabga qilib chiqaveramiz. Xudo xolasa ancha havoni sovuqda to'sadi. Sovuq kunlar keldi akalar. Tomi bor skuterlarimizga tent so'rashyapti. Tentlar bor. Ha, shuni aytib ber deb video qilib chiqyapman. Yoniga tentlari bor buni. Keyin ustida tomi yo'q, mana ko'rishingiz mumkin. Umuman tomi yo'q. Shunga ham biron nima qilsa bo'ladimi deganlar uchun ham biz olib qo'yganmiz bularga. Xudo xolasa bemalol telefon qilishda salafanli bo'ladi. Temir karkazlari bilan mana bu modellarga ham xudo xolasa olib qo'yganmiz. Keyin faqat oldini o'ziga tom so'raganlar uchun mana tomlarimiz ham bor olib qo'yganmiz. Xudo xolasa temir arqa stokalari bilan oldi fari, pоворotnilari bo'ladi. Shular bilan qo'shib beramiz. 1 tonnalik usti ochiqlarga ham so'rashyapti. Akalar, mana ko'rishingiz mumkin. Oldida laboy bo'ladi, tom qismida plastmassasi bo'ladi, yomg'ir o'tkazmaydi. Xudo xolasa chiroyli qilib bu komplektida hamma narsalar bilan dastlabkilari ichida kerak bo'lsa yetkazib beramiz. Xudo xolasa. Mana bunaqa korobkada bo'ladi. Upakovkada o'sha rasmida ko'rsatilgan, shu bo'yicha yig'ib olishaveradi. Kimga kerak biz telefon qilaverasizlar. Akalar perivalnamiz qorni qaranglar. Buni qaranglar. Dahshat yog'ibdi qorani. Bir qarich bor. Ha, bir gut.